Narpay tumanidagi Shohnazar Otaqulov fermer xo'jaligiga kelib, mana ishchilar bilan hormanga kelib, ishchilar bilan birgalikda paxtakorlarga hormaydi, biz paxta teryapmiz. Endi ha degan tuyaga madad bo'ladi-da, azizlar. Shuning uchun bilagida kuchi bor odam, ko'zida nuri bor odam, belida quvvati bor odam bu paxtaga chiqish kerak. Paxta terish kerak. Bu ulug', bu tavorik narsa, qarang, tavorik paxta. Shuning uchun men Shohnazar fermer xo'jaligimizning raisi Shohnazar Otaqulov mana 60 yoshga to'ldi. Niyatlari ko'p. Yangani umraga yuborib keldi. O'zini yana umraga borish niyatlari bor. Nasib bo'lsa paxta pillalar turgandan keyin ajab emas, umraga boradi. Men shuning uchun mana shu yerga kelib, endi kistamda qog'oz bilan qalam yuradi, ilhom farilari kelib qoladi, birdan shular olib yozish kerak. Ikki qatorgina Shohnazar Otaqulovga atab she'r yozdim. Ijozatlaringiz bilan o'qib beraman, kamchilik bo'lsa uzr so'rayman. Fermer bobo Shohnazar ko'zlari chaqnab turar, paxta reja to'lmaguncha uxlamay yurib turar. Oilaviy fermerdir, o'zi suvchi bug'aldir, Sardor o'g'li doimo boshqaradi traktor. Hoji ona Komila ishchilarga osh qilar, og'ayni qiz kelinlar paxtani chopiq qilar. Hokim bobo iltimos, podshomiz adolatli, yetkazinglar Narpayda shunday fermer bor deya. Podsholarni doimo amri vojib bo'ladi. Ajab emas, Shohnazarga orden medal beradi. Rahmat.